Gapirsingchi. Nima bo'ldi? Onasi nimaga xafasan? Aytmayman. Ayta qovush bilib bo'ldim. Siz meni 8-mart bilan tabriklamadingiz. Voy, shungami? Onasi. Men senga syurpriz tayyorlab qo'ygan edim o'zim. Qanaqa syurpriz? Mana qara. Aviatsiyaga kiramiz. Baliga 2 kishilik bilet olamiz. Shu yerda o'zida eng zo'r mehmonxonaning bittasini tanlaymiz edi. Bir haftaga mazza qilib dam olgani ketamiz. Voy, zo'r-ku. Faqat bitta muammo bor. Qanaqa? Bolalarni kimga tashlab ketamiz? Ana, o'yimga tashlab ketamiz. O'yinga bolalarni tashlab ketishga ko'zing qiymaydimi? Har doim shunaqa qilasiz-ey. Agar er 8-martga ayoliga sovg'a bermadimi, значит uni sevadi. Qulluq sevgisi nomusiga deymanmi? Onasi unutganim yo'q edi.